Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'chamiz Valob. Bugun videoda biz mana sizlarga ko'rsataman. Qanday evqamzumi yoki emanzu. Mana bu meni daraxtdagi uyim. Ukam menga 10dan 8 qo'ygan. Endi tepasini ham ko'rsataman ishkasini. Sizlarga yo'qadi. Mana bu televizor, mana bu pult, mana bu telefon, yo'g'inliklar, mana bu sandiq, şarkı, ve balkonum bu. O'sha yoqqa seni uydan sakkiz qo'ygan. Meni sasiq tepadagi qo'lbola qilgan, pastga tushib hamma jonavar savoq qilgan. Endi mana ukamni osmondagi uyi. Eshigi yo'q, ammo pavku maza. Bu mana uyi. Yoqda shavkada bo'sh. Pechka, mavin, stop. Bitta narsa qilishim kerak. Bali. O ve o bu ne bu Bali. Obuna bölün. Nasıl obuna bölün? Ümide bölsem ki ukambalar ki Skyblock'unu oynayman. Skyblock. Özüm dastan bırak olganım. Bak. Pavkul mezede. Ukam. Abi ne çıkıyorganım? Ukam beni uyga koygan mı? Uyga. Lan uydan sakız koygan. Ve bu özüm koygan, bu yoqqan ukam koygan. Uydan 9. O hala uydan 5 koygan edi. Buni ukam uydan 9 qildi. Nega ko'raman? Ve bu o birinchisidan-ku mana bu pechkalarni ko'mabdi. Shunga uydan 5 qo'yibdi. Ben mana bu yoqni sizlarga ko'rsatdim. Mana bu yoqni. Saxsi. Kim bilmasa buni o'tgan qismlarda ko'ring. Ko'rib olasizlar. Endi ukam bilan oddiy qo'yamiz. Hozir emas. Oddiy uy, mana shu yoqlarda oddiy uy, بعد oddiy ashqi xonam qo'yim. Suvda qo'yganman. Hem balki oddiy qurib, suvni ustidan qilaman. Qovoqlarni kemiz qilaman. Qovoqcha go'yda hammaga xayr xullas.